Assalomu alaykum hammaga. Bugun Instagramdagi foydali kontentlarni topib, tarjima qilib, o'rganib, o'zimizni hayotimizga qo'llash mumkin bo'lgan kerakli bilim va ilmlarni olishga harakat qilamiz. Shu video rubrikamiz. Instagramda har xil bo'limlarga yig'ib qo'yib qo'yganman. O'sha kontentlarni topib, bugun hozir mana zapis yoqib, kompyuterdan ko'rib topamiz. Hop, har xil bo'limlar bor. Wisdom Podcast, Alex Hormozi, Mail, Words to Sing. Hop, kelinglar bugun mana bitta bo'lim bor, one video to discuss. Bitta videoni muhokama qilish bo'limi, bitta videoni chuqurroq o'rganib, ko'proq to'xtalib o'tiladigan video, chunki kuchli gaplar ichida bo'lsa kerak. Hop, qaysi birini tanlaymiz? 15 tadan ko'p videolar bor ekan. Kelinglar boshiga eng oxiridagi bitta videoni tanlab, shuni ko'rishni boshlaymiz mana. Shu video. If I said I will sell you this bag for $1,000, what would you say? To'g'ri, agar mana shu popkani senga $1000 ga sotaman desam, nima degan bo'larding? Olarmiding debdi. Menimcha yo'q debdi, olmasdim debdi. Okay, that is how a poor person thinks. Hop debdi. Bu o'sha kambag'al insonni fikrlashi debdi. A rich person would ask, what's inside? Boy insonni fikrlashi ichida nima bor deb so'ragan bo'lardi debdi. Because what if I had $100,000 in cash in this bag? Debdi. Agar shu popkan ichida $100,000 bo'lganda-chi debdi. You just lost $99,000 because you simply didn't ask what's inside. Rich Debdi. Sen hozir $99,000 yo'qotding debdi. Shuncha sababi oddiygina ichida nima bor deb so'ramading debdi. people, they worry about what they get. Boy insonlar o'sha faqatgina evaziga nima olaman degan dunyoqarash bilan yashaydi debdi. O'sha narsa haqida faqat o'ylaydi debdi. Not what it costs. Nech pul turishi xarajat qilishda emas, o'sha xarajatni evaziga nima olishidan o'ylaydi, o'sha narsani When fikrlaydi. they understand what they get, they understand what they stand to lose. Poor people never ask. O'sha nimani olishni bilgandan keyin, o'sha ichida nima bor, unga nima foyda kelishini bilgandan keyin, u nima yo'qotishi keyin o'ylaydi debdi. O'sha qancha xarajat qilishi keyin o'ylaydi debdi. Ask what's inside. Kambag'al insonlar har doim ichida nima bor, u qanaqa foyda olib kelishi mumkin haqida o'ylamaydi umuman. They never ask what it's worth. They just ask what it's cost. U qanaqa qiymati borligini so'rashmaydi. Shunchaki nech pulligini so'rashadi, xarajatni nech That's pulligini. all they care about, and that's why life goes by and it costs them everything. Sabab shuning uchun ham o'sha kambag'al insonlarning fikrlashini aytibdi. Kambag'al insonlar emas, kambag'al insonlar fikrlashida hayot oldidan, imkoniyatlar oldidan o'tib ketaveradi debdi va boy insonlar har doim undan nima foyda olaman deb o'ylaydi debdi. If I said I will sell Video faqat shu to'xtalgan kuchli gap, zo'r video. Oldin ko'rganman, yig'ib qo'ygan, ancha eski video ekan. Ko'pchilik ham o'sha xarajat qilishdan oldin, bir nimani boshlashdan oldin to'xtab qo'yadi yoki sarflamaydi. Sababi bu shuncha xarajati bor ekan deydi. Aslida esa o'sha $1000 ishlatib, xuddi shunaqa $1000 kurs sotib olib, $1000 harakat qilib ko'rib, $1000 biznes qilib ko'rib, $1000 bilmadim ehson qilib, $1000 nimadir ish qilib ko'rib, uni ketidan siz kattaroq 3 barobar, 4 barobar, $5,000, $10,000 foyda topishingiz mumkin. Yoki bir narsaga o'sha yangi qobiliyatga o'rganishga pul sarflashingiz mumkin. $2000 yillar davomida ingliz tili o'rganish uchun yillar davomida $2000 sarflashingiz mumkin. Voy qimmat ekan ingliz tili yoki vaqtim ketar ekan, vaqtimni sarflayman, vaqt ham xarajat, vaqt ham nima deydi? Qiymat, pul o'rniga vaqtni ham sotsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa joyda insonlar shuncha yilim ketar ekan, shuncha pulim ketar ekan, lekin bilmaydiki, keyinchalik o'sha 2 yil davomida o'qigan ingliz tilisi boshqa til bo'ladimi? Keyingi 30 yilda unga katta pul olib kelish mumkin, katta imkoniyatlar olib kelish mumkin. Xuddi shunaqa boy insonlarning dunyoqarashi va kambag'al insonlarning dunyoqarashi deb aytadigan bo'lsa, Rich Dad, Poor Dad degan kitobim bor. Ko'pchilik bilsa kerak, boy ota, kambag'al ota. Ikki xil dunyoqarashda fikrlashida. Birinchisi har doim o'sha pulim ketyapti, vaqtim ketyapti, undan ko'ra boshqa ish qilaman deydi. Bilmaydiki, o'sha ketkizayotgan vaqti, ketkizayotgan xarajatida o'shaning qiymatidan 10 barobar, 100 barobar kattaroq narsa qaytib berishi mumkin. O'sha narsani tushunib yetish, o'sha narsani anglab yetish uchun savollar berish kerak debdi. O'sha xuddi mana popkani $1000 kimdir sizga kelib solsa, ichida nima bor deb so'rasangiz, ichida $99,000 bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham fikrlashni o'zgartirish kerak. Bu yerda ham asosan fikrlashni o'zgartirish, ikki xil dunyoqarashni solishtirib, zo'r misolda solishtirib beryapti. Men hayotiy misollardan aytadigan bo'lsak,
ingliz tilini aytdim, ko'pchilik nemis tili ko'pchilik Germaniyaga ketaman deb menga savol berishadi, chiqishadi. Qanaqa qilib Germaniyaga ketsam bo'ladi ishlashga deydi. Nemis tilini o'rganing, 2 yilda ish topib, bemalol internetdan ish topib keta olasiz. Hamshira bo'lasizmi, haydovchi bo'lasizmi, kim bo'lasizmi, keta olasiz. Voy, 2 yil uzoq ekan, til o'rganmasdan ketsa bo'lmaydimi? Bo'ldi, 2 yil uzoq ekan deydi, 2 yil o'tib ketyapti, xuddi o'sha odamlar aloqaga chiqyapti, hali ham nemis tilini o'rganmaydi. O'sha 2 yil davomida shu 2 yilni sarflaganda, har kuni 2 soatdan, 1 soatdan o'tirib til o'rganganda, 2 yil davomida nemis tilini o'rganib ishga ketadi, o'sha narsa o'tib ketadi, umringiz bab o'tib ketadi. Lekin u narsani qilishmagan, o'sha narsa o'tib ketaveradi. Boy inson, misol uchun, unga aytsangiz, hozir mana hamma boyligingdan voz kechasan, lekin 3 yildan keyin bitta proyekt bor, o'sha neft qazib o'shandan neft chiqadi 3 yildan keyincha, u kutadi, sabr qiladi. Borburni tikib olishi mumkin, juda qiynalib yurishi mumkin. 3 yildan keyin, 3 yildan keyingi bo'ladigan foyda, qiymatni o'shanga xarajat qiladi, vaqtini, pulini, hamma narsasini tikib olishi mumkin, lekin o'sha ketidan keladigan qiymatni ko'ra bilib, o'shanga sabr qilib, o'shani erishishga harakat qiladi. Shunaqa fikrlash. Yoki kimdir sizni mana chaqiryapti, o'tirishlarga, bilmadim, qanaqadir imkoniyat, yur nariga qo'shni davlatga borib kel, boshqa shaharga borib kel, mana bu выставка bor ekan, mana bu qarashib olish kerak ekan, mana insonlar bilan ko'rish kerak, ko'pchilik bormayman, uyda o'tiraman, o'yin o'ynayman, nimadir qilaman, kino ko'raman deyish mumkin. Lekin siz boshqa inson berayotgan taklifida unda qiymat bo'lishi mumkin. Unda boshqa insonlar bilan tanishishingiz mumkin. Boshqa shaharga borsangiz, boshqa insonlarning fikrlashi, u yerda nima bo'layotgan, qanaqa bizneslar yurayotgan, qanaqa imkoniyatlar borligini ko'rib o'rganishingiz mumkin, oddiy. U xarajat ham talab qilmaydi, faqat sizni vaqtingizni talab qiladigan narsalar joylarda ham odamlar imkoniyatni qo'ldan boy beradi. Boy insonlarga, misol, boy fikrlaydigan insonlarga shu narsani aytsangiz, ko'radi, menga nima foyda deydi. To'xta, hozir men u bilan borsam, u yangi insonlarni ko'rishim mumkin, uni o'rtoqlarini ko'rishim mumkin. Yangi insonlar bilan gaplashsam, yangi fikrlar olaman hozir. Faqat bir xil fikrlaydigan insonlar orasida bo'lib qoldim deydi. Yoki yangi shaharga yoki boshqa joyga borsam, o'sha yerda borib, u narsani o'rganishim mumkin deb har doim fikrlayotganingizda bundan menga foyda nima degan savol turadi. Boy insonlar dunyoqarashida, kambag'al insonlar dunyoqarashida esa har doim vaqtim ketadi, pulim ketadi, asabim ketadi, nimadirim ketadi degan narsa bo'laveradi, qolib ketaveradi, imkoniyatlar qo'ldan boy berilaveradi, o'sha bitta turgan joyda bo'ladi. Boshqacha ikkinchi dunyoqarash fikrlashida har doim undan menga nima foyda degan savolni beradi va uni tagida yotgan qiymatni, foydani ko'rib, keyin o'shanga qarab harakat qiladi. Vaqtini xarajat qilishi mumkin, pulini sarflashi mumkin, ya'ni asabini, narsalarini sarflab, o'shani ketidan keladigan qiymatga harakat qilib oladi. Xuddi shunaqa ko'pchilik sayohatga ham pul tikmaydi O'zbekistonda, o'sha oddiy Qozog'istonga chiqib kelishmaydi, Turkiyaga, Dubayga, boshqa joylarga ozgina pul yig'ib 2 yilda bir marta chiqib kelsangiz ham bo'ladi, 3 yilda bir marta. O'sha narsani ham odamlar qilmaydi, sababi $1000 ketib qoladi. U nima qiladi? O'sha $1000 evaziga siz dunyo ko'rasiz, u dunyo kattaligini, dunyo qarashingiz o'zgarib, u tegi narsalarni ko'rib, ilhom olib, kuch topib, ko'proq narsaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Video shu juda kuchli gapirgan, zo'r misol. Kerak bo'lsa shu misolni olib o'rtog'ingizga boshqa joyda qo'llashingiz mumkin. Mana shu narsani senga, mana shu ochkini senga $500 ga sotaman desam olarman desa, yo'q deydi. Lekin mana shu ochki $10,000 turadigan ochki bo'lishi mumkin, lekin u bilmagan bo'lishi mumkin. Yoki shu ochki qanaqadir nima deydi, videoga oladigan ochki bo'lsa, o'sha metaniki, o'sha video olib kontentidan katta kuchli kontent qilib ko'proq pul topishi mumkin, ko'proq imkoniyatlar ochilishi mumkin. Shu narsani bilmaydi. Qanaqa ochki bu, nima ochki bu, nima qobiliyatlari bor, nima menga foyda olib keladi degan savolni berish kerak. Shu narsa ma'noda video aytilgan, kuchli gap gapirilgan. Video shu haqida edi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.